Telegram kanalimizda 75% obunachimiz qanday qilib PUBG Mobile'da qotmasdan o'ynashni o'rgatishimizni so'rashibdi. Ularning talab va istaklariga binoan bugungi videorolikimiz qanday qilib Android telefonda PUBG Mobile'ni qotmasdan o'ynash haqida bo'lib o'tadi. Android telefonda PUBG Mobile'ni qotmasdan o'ynashni o'rgatishimdan oldin videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Biz Androidda qotmasdan PUBG o'ynashimiz uchun birinchi o'rinda Redmi'da настройкаga kiramiz. Bu xoh Samsung bo'lsin, xoh Honor, hammasida ushbu telefon haqida kirib turib, MIUI versiya Samsung bo'ladigan bo'lsa, One UI versiyasiga bosib tursangiz, dasturchi rejimi ochiladi. Mana bu tarafda qo'shimcha sozlamalarni Samsungda qanday bilmadim, o'zingiz topib olasiz. Bu yerdan do'stlar, dasturchi tanlanmalar yongandan so'ng bu yerda pastroqqa tushamiz. Torix MSA degan narsa bor. Bu funksiyani yoqib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Yoqqanimizdan so'ng do'stlar, ushbu qo'shimcha sozlamalar, mana bu qo'shimcha sozlamalar bo'limida xotirani kengaytirish bo'limi bor. Bu yerda sizlar necha gigabayt maksimalni ko'rsatgan bo'lsa, maksimalni qo'yib qo'yasiz. Menda 5 gigabayt qo'yib qo'yganman. Bu operativkamizga qo'shimcha xotira qo'shib beradi. Bu qo'shimcha xotira orqali bizning PUBG Mobile'imiz qotmasdan o'ynashiga sabab bo'ladi. Keyin qaytamiz. Bizga yana bir kerak bo'ladigan ilova appni majburan to'xtatish ilovasi kerak bo'ladi. Ya'ni ushbu programma, bu meni Telegram kanalimda bor. Telegram kanalimni yuklab olishingiz mumkin. Bu ilovaga kiramiz. Keyin mana bu joyda turbo hamda tizim deganni ikkalasini yoqamiz. Yoqqanimizdan so'ng mana bu raketa tugmasiga bosaveramiz va OK ni bosamiz. Va bu bizdan ruxsat so'raydi. Yuklab olingan ilovalarga kiramiz. Appni majburan to'xtatish degan ilovani shu yerdan mana buni o'chiq bo'lsa yoqib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Redmi'da 10 sekund sanaydi, boshqa modellarda esa sanamasligi aniq. Samsung Honor'larda umuman sanamaydi. OK ni rast bosaveramiz. Keyin bu ilova o'z avtomatik ishga tushadi. Orqa fondagi barcha ilovalarni yopib tashlaydi. Va bu yerdan do'stlar, uchinchi qiladigan ishimiz, xavfsizlik ilovasiga kiramiz va bu yerdan tozalovchiga bosamiz. Barcha yig'ilgan musorlarni mana shu joyda ko'rsatib beradi. Keyin tozalash tugmasi bilan tozalab tashlaymiz. Bu xotiradan joyini kamaytiradi. Joyini ko'paytiradi, ya'ni keraksiz fayllarni o'chiradi. Bu tezlikni oshirish tugmasiga ham bosamiz. Bu bizning operativkamizni, ya'ni cache fayllarni tozalab beradi. Salkam 1 gigabayt mana tozalanmoqda. Ularni tozalab bo'lganimizdan so'ng xavfsizlik ilovasiga yana qaytamiz. Bu yerda mana bu o'yin turbosi degan ilovaga kiramiz. Kirganimizdan so'ng bu joydan plusni bosib, PUBG Mobile'ni mana bu tarafdan qo'shib qo'yishimiz kerak bo'ladi va bu tarafda paydo bo'ladi. Qo'shib qo'yganimizdan so'ng o'rtani bosib chiqamiz va PUBG Mobile'ga qayta kiramiz. Qo'shishimiz mumkin. Bizda mana bu tarafda shu o'yin turbosiga PUBG'ni qo'shganimizdan so'ng mana bunday chiziqcha paydo bo'ladi. Buni o'ng tarafga suramiz. Xotirani tozalash, joy bo'shatish tugmasini bosamiz hamda ortidan kuchaytirish tugmasiga bosib, mana bu ishlash rejimini yoqib qo'yamiz. Kirganimizdan so'ng sozlamalar bo'limiga o'tamiz yerlar. Sozlamalar bo'limiga kirganimizdan so'ng bu joydan grafika bo'limiga kiramiz. Va bu yerda do'stlar, ko'pchilikda mana bu tepadagi bo'limlar yaxshiroq grafika yoki muvozanatlashgan, yaxshiroq kadrlar chastotatida turgan bo'lishi mumkin. Shuni moslashtirishga qo'yamiz va moslashtirish tugmasiga bosamiz. Bu yerdan super ravonni tanlab OK ni bosamiz. Keyin mana bu joyda maksimalni, ekstrem, ultra yoki ekstremalni tanlab qo'yamiz. Maksimal FPS ni. Keyin bu yerda lobby grafikasini yaxshilash degan funksiyani o'chirib qo'yasiz. Keyin bu yerdan mana bu ko'proq sozlamalarga o'tib turib, hammasini faolsizlantirish qilib chiqasiz.
Keyin tatbiq qilish tugmasiga bosasiz. Lobbiga ham o'tib ravonga qo'yasiz hamda ekstremalga qo'yib qo'yasiz. Bu yerdagi funksiyalarni hammasini o'chirasiz. Qolganlari ham shunday. Ko'rishimiz mumkin, endi PUBG Mobile'da hech qanday qotishlar, prizlar hamda laglar bo'lmaydi. Maza qilib PUBG Mobile o'ynashingiz mumkin. Mana do'stlar, videorolikimiz o'z nihoyasiga yetdi. Endi maza qilib PUBG Mobile'ni qotmasdan o'ynashingiz mumkin. Keyingi videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun esa kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang.